Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunday o'zi yegan puli yengil bo'g'oz sovliq ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bir pachka, bir partiya qo'y haqiqiy lyubiterlardan shu zot yo'nalishga qo'y qilib olaman degan akalarimizga yetib keldi. Akalar, yangi partiyalarimiz ularni xolasa qo'ldan kelgancha video obzor qilib chiroyli qilib narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar videoni boshida bittadan like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunday qilgan ozgina mehnatimizga. Akalar, bugungi sanarimiz 2026-yil haftaning seshanba kuni 3-fevral. Qo'ylarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida kelib ko'rsatilgan bo'laveradi. Soni 14 bosh. 3 dona kashtanidan. Qolgan 11 tasi sarig'idan. Yosh oyliklari 2 tishdan 4 tish, 6 tishgacha bor. Bittami, ikkidan 8 tishi ham bor. Qo'ylarimiz bo'g'ozligancha bilinib qolibdi mana. Jonivorlar. Bosh qo'yimiz 4 tishmi? Kashtallar ham 6 tish, 4 tishdan. Mana bunaqa tozalari ham bor ichida. Jonivorlar ancha-muncha arashandi. Damini beradiganlari bor. Dalani vachi ozgina yem ko'rmagan, yem talab mana bu qo'ydi. Qulog'ini qarang jonivor. Mana shu qo'yimiz ham 2 tish. Haqiqiy o'sha bo'ladigani. Qo'ylar ozgina qarovsiz qolgan ekan, shunga dalani vachi yem talab. 1 gram yem ko'rmagan jonivorlar. Agar bularga ozginadan et kirib, semirib qolsa, haqiqiy shu zotdor sovliqlar bo'lib ketadi jonivorlar. O'ta oyoq qo'li uzun-uzun, navutcha qorinliq sovliqlar ekan. Bo'g'ozligi ko'piniki bilinib yotibdi. Ichida qo'chqor yurgan. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, hammasini 80 plus kelaverasizlar. Ichida 2-3 ta 80 minuslar va 1 sm nari beri. Mashg'ullarimiz 80 plus kelaveradi xotirjam. Mashg'ullar 4 tish. Kashtallar hammasi 80 atrofida bo'ylari. Mashg'ulimiz ham o'ta palon, dumbas, chiroyli. Hamma qo'yimiz dumbalar tikka ayri dumbalar jonivorlar. Qo'ylarimiz yeganiga 2-3 kun bo'lib qoldi. Hali rosmana charchaq chiqib o'rgan yo'q. Jonivorlar. Haqiqiy o'sha bo'ladigan sovliqlardan qo'y qovalaman deb ko'paytiraman, o'zim tarbiya qilaman degan akalarimiz aloqa shoshilib chiqaverasizlar. Narxlari ham yo'lida kelgan. Xolasa chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazarmasdan oxirigacha ko'rasizlar akalar. Yeb ichishi hammasiniki a'lo darajada. Garantiyalari bor. Bir hafta uylaringga borganda ham sinab olasizlar. Juda boshqacha ekan. Hammasi bir-biridan go'zal. Ana shu qo'yimiz ham 2 tish. Ichida 2 tish, 4 tish ko'p. 6 tish, 8 tishi juda ko'p emas. 1-2 ta 8 tishi bor, 2-3 ta 6 tishi bor. Qolgani hammasi yoshi zo'r. Rasa o'sha bolani beradigan paytida ozginadan yemni berib qo'y qovalaman, ko'paytiraman o'zim boqib degan akalarimizga bir qora 14 dona haqiqiy o'sha zo'rlaridan keldi. Jonivorlar ichida 2 tishlar hali xudo xolasa yana o'sadiganlari bor. Shu qo'ylarimiz yana o'sib beradi, 2 tish. Mana shu qo'yimiz ham 2 tish. Quloqlari 20 dan kam kelmaydi shu qo'ydi ham. Quloqi o'ta uzun ekan janob. Razrezlari ham tikka. Mana qo'ydi garbonosiga alohida baho berib turibdi janob. Maşallah, Allah'la qo'ydi qarang. Bitta like tars bosib qo'ying shu qo'ylar like arzisa. Siz o'sha bitta like'ingiz bilan biz kanalimiz kuchayib ketishi, rekka chiqish hech gap emas. Akalar, bularni narxiga keladigan bo'lsak, hammasini optimga bir joyga olaman degan akalarimizga 5 million 700 ming so'mdan hammasi ketaveradi optim narxda. 6 milliondan ichidan bittami, ikkitami nechta olaman desangiz, tanlab ajratib beraveramiz. Xohlasangiz o'zingiz tanlab olasiz. Xohlasangiz kashtallardan, xohlasangiz buni 2 tishlardan, sariqlardan, shqo'ylarimiz ham ketaveradi yakkalayib. 5 tagacha olaman degan odamga 6 million so'mdan. Yarmini olaman deganga 5 million 800 ming so'mdan ketaveradi. Optim hammasini olsalaring 14 donasini bir joyga
5 million 700 ming so'mdan dastavkalar Toshkentgacha bepul undan uyog'iga kelishilgan holatda. Telefon qilib ekrandagi nomerlarga 24 soat aloqa chiqarasizlar. Musofirda yurgan akalarimiz ham telefon qilishaveradi. 24 soat telefonlarimiz yoniq. Xudo xolasa Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Ajratib video qilib bering, tushunib ko'rsatib, bo'ylarini o'lchab bering degan akalarimizga qo'ldan kelgancha video qilib tashlab beraveramiz. Bo'ylarini o'lchab, tishlarini ko'rsatib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib, shu tanlagan qo'ylaringda qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib video qilib tashlab beraveramiz. Bitta ikkita olaman deganlarga. Realni oladiganlar telefon qilib aloqa chiqarasizlar akalar. O'yladi xolasa uylaringga borganda chiroyli qilib xursand qilib uyaltirib qo'ymaydi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, videodan like bosib kanalga obuna bo'lib qolasizlar. Kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunaqa kerak bo'lsa jo'natib ko'ramiz.